Ortiqcha vazn bu bugungi kunda ko'plab insonlarni qiynab kelayotgan va boshqa bir kasalliklarga asos bo'layotgan xastalik turlaridan biri. Assalomu alaykum. Salomatlik sari bir qadam ko'rsatuvida uchrashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali ham tibbiyot olamiga bo'lgan sayohatimizni davom ettiramiz va ko'rsatuvimizning bu galgi sonida hozirgi kunda semizlikning eng oson yechimga aylanib ulgurgan bariatrik jarrohlik amaliyoti haqida suhbatlashamiz. Mutaxassisimiz Bekzod Fayzullayevdan o'zlarimizni qiziqtirgan savollarga javob olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'ramoqchi bo'lgan savolim shuki, aynan semizlikni keltirib chiqaruvchi sabablar nimada? Endi semizlikni keltirib chiqaruvchi sabablardan bizlar bilamiz, shu birinchi sababidan bu noto'g'ri ovqatlanish hisoblanadi. Semizlik o'zimiz bilamiz, shu rivojlangan davlatlarda bu yetakchi o'rinlarga chiqib oldi. Kasallik avvallar bu semizlik bir kasallik toifasida bir qaralmagan, lekin hozir bilamizki, shu semizlikni o'zi kasallik qilib qaraladi bu narsaga va bu semizlikdan keyin kelib chiqadigan kasalliklar ham ko'pligi aniqlangan. Shuning uchun birinchi sababidan bu noto'g'ri ovqatlanish, turmush tarzi, shu narsalar asosiy hisoblanadi bu semizlikni keltirib chiqarishda. Rahmat. Masalan, xalqimiz orasida ikki toifa insonlar bor. Qancha ko'p yesa ham, qancha noto'g'ri ovqatlansa ham semirmaydigan insonlar bor va salgina noto'g'ri ovqatlanish yoki ko'p ovqatlanish sabab ortiqcha vaznga ega bo'ladigan insonlar bor. Shunday bemorlarimiz bizlarga murojaat etadi. Masalan, o'zlarida shu oilada ikki farzand bo'lsa, ikkalamiz ham teng ovqatlanamiz deydi, lekin birisi indeks massa telasi normada bo'lsa, ikkinchisida shu ortiqcha vazn olish kuzatilgan. Bu yana aytib o'taman, turmush tarzi, ya'ni shu turmush tarzini kechirish. Bu ikkalasi ham bitta ovqatlanishi mumkin. Shu bitta hajm deymizmi, porsiya deymizmi, ovqat yeyishi mumkin, lekin turmush tarzi boshqacha bo'lishi mumkin. Shu kechiradigan hayot tarziga bog'liq yana bitta nima irsiy moyillik deydi, ya'ni ko'p hollarda bemorlarimizga otasidan yoki onasidan shu genetik, ya'ni irsiy jihatdan o'tadigan ham holatlari yo'q emas. Shular sabab bo'ladi, asosan ortiqcha vazn olishi. Bunday holatlarda ham bariatrik jarrohlik amaliyoti samarali hisoblanadimi, aynan o'sha genetik semizlikda? Albatta, endi ko'p yana shunga murojaatlar bo'ladi. Menda bizda shu endokrinni deydi, ya'ni shu endokrinni tarafdan muammolar bo'lganligi uchun masalan asosan xotin-qizlarimizda boshqalarda turmushga chiqadilar, farzand ko'radilar, emizikli davrida boshqasida shu asosan shu tana vazn ortib ketganini aytib kelishadi. Bularga ham albatta shu tekshiruvlardan keyin bularga ham shu operatsiya yo'li bilan ozdirishni ustunlik taraflarini, ya'ni shu plus minus taraflarini tushuntiramiz va ularni ham shu operatsiya qilgandan keyin natijalarimiz juda yaxshi. Keling, o'sha bariatrik jarrohlik amaliyotining turlari, aynan jarayonning o'zi haqida ham biroz gapirib bersangiz. Endi bariatrik amaliyotning turlari o'zi 40 ga yaqin turi bor buni, lekin asosan ommalashgan ikkita turi bor. Ya'ni oshqozonni kichaltirish, sleeve reseksiya deydi, ya'ni uzab bo'yni oshqozonni kesib tashlash. Yana ikkinchi turi gastroshuntiruniya deydi, ya'ni oshqozonni shuntlash amaliyotlari butun dunyoda ommalashgan va shular yetakchi o'rinlarda keladir. Chunki bularda natijasi yaxshi bo'lganligi hisobidan bu operatsiyalar ommalashgan. Shunday tushuncha borki, bizni shu xalq arasida bu operatsiyalar yangi endi O'zbekistonda qilinib turgan operatsiyalar, shuning uchun buni hali отдаленный rezultat deydi, ya'ni keyingi natijalarini bizlar ko'rmaymiz, bilmaymiz. Bu operatsiyadan keyin invalidnost deydi, ya'ni shu nogironlik kelib chiqadi degan tushunchalar ham yo'q emas. Xalqimiz orasida shunday savollar bilan shunday murojaat qilishadi. Lekin aytib o'tish lozim shuni, bu operatsiya turlari, ya'ni shu bariatrik operatsiyalar o'zi butun jahonda, dunyoda
60-yillardan qilinib kelgan operatsiyalar. Bularni endi to'g'ri bizni yurtimizga, bizni shu O'zbekistonga bu kirib kelishi kechroq bo'lganligi uchun O'zbekistondan 2000-yillarda boshlangan bu operatsiyalar, lekin bu payti o'sha traditsionniy deydi, ya'ni ochiq usulda qilingan bu operatsiyalar. Endi lekin bu ochiq usulda qilingandan keyin bularda endi natijasi yaxshi bo'lgani bilan bemorlarning reabilitatsiyasi deydi, ya'ni operatsiyadan keyingi o'zlarini his qilishlari qiyin bo'lganligi uchun buncha ommalashmagan ochiq usulda. Lekin shu yangi shu apparatlar deydi, yangi shu apparatlar bizlar ham O'zbekistonga kirib kelganidan keyin bu narsalar bizlarning mutaxassislar tomonidan ham, ya'ni shu bariatrik xirurglar tomonidan ham o'rganilib, yo'lga qo'yilgandan keyin bu bir shu asosan shu oxirgi 5-6 yillarda O'zbekistonda ommalashib ketdi. Keyin shu nogironlikka olib keladi, sog'lom oshqozonni kestirasan, nogiron bo'lib qolasan degan tushuncha ham, bu tushuncha ham noto'g'ri, chunki bizlar bilamiz, o'zi semizligi bor insonlar, ya'ni ortiqcha vazn bilan ortiqcha vazndan aziyat chekadigan insonlar, bular o'zi nosog'lom hisoblanadi, chunki o'zi semizlikni o'zi biz bilamiz qandli diabet, ya'ni qo'shimcha o'zining asoratlari qandli diabet, gipertoniya, ya'ni bo'g'imlarda og'riqlar, o'shanday kasalliklarni keltirib chiqaradi. Va buni o'zi kasallik hisoblanadi, semizlikni. Bizda endi xalqda shu millatimizda shunday millatchilik deymi, shunday tushuncha semiz bo'lsa, bu demak sog'lom deb qaralgan bir paytlar, lekin endi shu insonlarimizni dunyoqarashi hangi bir o'zgargan hisob bilan bu semizlik bular tushunib yetib turibdi. Bu semizlikdan, ya'ni ortiqcha vazndan sog'lom bo'lib bo'lmaydi. Chunki buni o'zi endi kasallik qilib qaralib turibdi bu narsaga va buni chaqiradigan keyingi kasalliklar ham, ya'ni aytib o'tgan kasalliklarimiz ham bularni ham oxiri yaxshi emasligini bilib turibdilar. Shuning uchun shuni oldini olish maqsadida shu kasalliklarni, turmush tarzini o'zgartirish, hayotni bir o'zgartirish maqsadida, ya'ni shu operatsiya qildirish uchun, shu amaliyotni bajartirish uchun bizlarga murojaat qilib turibdilar va shuning natijasini ko'rib turibdilar o'zlarini. Masalan, operatsiyadan keyin 100% da oladigan bo'lsak, qancha foiz insonlarda salbiy holatlar yuzaga kelgan? Endi operatsiyani o'zini bir shu amaliyotni o'zini bir ko'rsak, bu amaliyotimiz bizlar bajarilgandan keyin o'sha ertasi kuni bemorlarimiz butunlay oyoqqa turib, berilgan diyetani qilib boshlaydilar. O'sha bu yerda hech qanday bir asorat kuzatilmaydi. Endi o'sha savolingizga, ya'ni plusi, minusi, nima yaxshi tarafi bor, nima yomon tarafi bor. Endi asosan shu asorati nechik bo'ladi, nechik yomon asoratlari bor deb so'rashadi. Endi bu operatsiyalar oz yeyishga, ya'ni oz yeyishga yo'naltirilgandan keyin bu bemorlarimizda vitamin tanqisligi kuzatiladi. Vitamin tanqisligi kuzatiladi, chunki o'zi olsak ham bular bu bemorlarimiz, shu operatsiya bo'lgan bemorlarimiz kam yegandan keyin bularda shu vitamin tanqisi, ya'ni bizlar yegan narsamiz orqali shu vitaminlarni organizm o'zidan olar edi. Endi bular shu yeyishi riski kamalgani hisobidan, ya'ni birdan shu kamalgani hisobidan bir muddatdan keyin bularda vitamin tanqisligi kuzatiladi. Bu nima bilan o'zini namoyon etadi? Ya'ni bemorlarimizda soch to'kilishi kuzatiladi. Ortiqcha soch to'kilishi kuzatiladi. Endi dumam kal bo'lib qolmasalar ham shu ortiqcha bir soch to'kilishi kuzatiladi. Buni ham oldini olish mumkin, ya'ni operatsiyadan keyin bir ozgina muddatdan keyin bu o'sha yo'qotilgan vitaminlarni to'ldirish uchun bemorlarimizga bizlar vitaminlarni yozib beramiz, ya'ni shu vitaminlarni o'zlari ichishadi.
Shu narsa, shu asorat kuzatilmasligi uchun. Boshqa minus tarafi, ya'ni boshqa o'sha yomon tarafi bu amaliyotdan keyin uning kuzatilmaydi. O'zi hazilomuz shunday narsa bor. Nima yomon tarafi bor o'sha operatsiyadan keyin deganda, bir yomon tarafi o'sha garderobni yangilash kerak deydi. Tushunarli. Operatsiya o'zi necha yoshdan tavsiya etiladi? Operatsiya 18 yoshdan keyin tavsiya qilinadi bu bemorlarimizga. Ya'ni shu balog'at yoshini yetganlaridan keyin operatsiya qilish mumkin bo'ladi. Ayol qizlarni kelajagiga ta'sir qilishi mumkinmi ushbu operatsiya amaliyoti? Operatsiyadan keyin, ya'ni shu ortiqcha vazni bor bemorlarimizga xotin-qizlarni olsak, ya'ni fertilniy возраст deydi, ya'ni tug'ish yoshidagi ayollar hisoblanadi bu 18 yoshdan keyin 40 yoshgacha. Bulara nabarot shu agar haqiqatan ortiqcha vazni, semizligi bor bemorlarimiz bilamiz, bularda bepushtliklar kuzatiladi o'sha ayollarda. Shuni hisobidan bularda o'sha bepushtlik, ortiqcha vazn hisobidan bepushtlik kuzatilgandan keyin bular tug'ishga qiynaladi, ya'ni shu homilador bo'lishni o'zi bir qiyin nima jarayon kechadi bo'ladi. Shuning uchun bu bemorlarimizga bizlar ham o'sha ularni o'sha ginekologlar ham o'sha o'zi tavsiya qilishadi ozishni. Lekin ko'p hollarda bular o'zlari mustaqil ozolmaydi. Ya'ni bizga ham endi hech kim operatsiya qildirib ozaman deb kelmaydi. Ular ham bizga kelincha hamma jarayondan o'tgan bemorlardan bular. Dieta qilganlar, to'g'ri ovqatlanish qilganlar, fitness bilan shug'ullanganlar, lekin shu o'zlari xohlagan, o'zlari shu kutgan natijaga erishmagandan keyin shu operatsiya yo'li bilan ozish uchun bizga murojaat qilishadi. Bularni o'sha yaqinlari to'g'ri qabul qilmaydi. Chunki yana aytib o'taman, shu operatsiya qildirib ozaman desa, bir qarshiliklar bo'ladi bularda. Shu yaqinlari, shu ota-onasi, boshqasi tomonidan. Shuning uchun bular shu taraflama bu bemorlarimiz nimaga uchraydilar, o'sha qarshilikqa. Shuning uchun nabarot bu bemorlarimizga o'sha xotin-qizlara o'zlari ozolmagandan keyin bu kelajagini shu o'ylagan holda operatsiya tavsiya qilinadi. Hech qanday bularni farzand ko'rishini, hech qanday turmushga chiqishini, farzand ko'rishini yoki keyingi hayotini bu narsani, bu operatsiyani salbiy tarafi yo'q. Amaliyot tavsiya qilinmaydigan holatlar bormi? Amaliyot tavsiya qilinmaydigan holatlar, uning holatlari ham mavjud. Bularni shu bemorlar kelganda o'zlarimiz tushuntiramiz. Shu ko'pincha og'ir xastaliklari bor bemorlarga amaliyotlar tavsiya qilinmaydi. Ularni shu tekshirish jarayonida o'zlarini aytamiz. Yuqori qon bosimi bo'lgan insonlargachi? Yuqori qon bosimi bor bemorlarimizga aksincha bizlar tavsiya qilamiz bu operatsiyani. Demak, bariatrik jarrohlik amaliyotini har kim hayoti davomida faqat bir marta qildirishi mumkin, to'g'rimi? Qaysi tur bo'lishidan qat'iy nazar. Yo'q, yana shu bo'yicha aytsak, bariatrik amaliyotni yana aytib o'taman, turlari ko'p. Lekin asosan ikkita turi ommalashgan butun dunyoda. Birinchisi faqat oshqozon kichaltirilsa, bu oshqozon kichaltirish nimaga yo'naltirilgan? Restriksiya deydi, ya'ni oz yeyish uchun. Ya'ni oz narsa yeyish uchun yo'naltirilgan. Ikkinchi turi. Bunda o'sha oshqozonni shuntlash amaliyoti deydi. Bunda oshqozon kichaltiriladi. Plus o'sha so'rilish kamaytirilishi uchun ichakni bir qismi kelib ulanadi oshqozonni. O'sha kichaltirilgan oshqozonga, oshqozonni shuntlash amaliyotida. Bu nimaga yo'naltirilgan? Bu yana oz yeyishga plus o'sha oz yegan narsasini oz miqdorda so'rilishiga, ya'ni yo'naltirilgan. Shu bois bu qachon kimga tavsiya qilinishi o'sha analizlar ko'rib chiqilgan tahlillardan keyin aytiladi.
kimga qaysi turi ko'proq tavsiya qilinishi. Asosan biz gastroshuntlash deydi, ya'ni oshqozonni shuntlash amaliyotini qandli diabeti bor bemorlarga ko'pincha tavsiya qilamiz. Shu boisdan har bir inson bu oshqozon kichaltirish amaliyotini siz aytgandek umrida bir marta qildirishi mumkin. Lekin shunday bemorlarimiz bo'ladi, bir 5% deydi, masalan, ularda qayta semirish kuzatiladi. Ya'ni u ham turmush tarzi bilan bog'liq. Yana operatsiya qildirishadi, bir muddatda ozishadi, ozgandan keyin yana bir necha yillardan bulardan keyin qayta semirish kuzatiladi. Ya'ni oshqozon kichalgan, ovqatning hajmi yeb turgan, ozaygan, lekin yana semirish kuzatiladi. Endi aytib o'tdim, bu turmush tarziga bog'liq. Birinchidan, ikkinchidan yeb turgan narsalarga bog'liq. Shuning uchun agar bunday holat bo'lsa, o'sha bemorlarda, ya'ni aytaman, bu 5%, ya'ni 100 kasaldan 5sida bu narsa uchraydi. Agar shunday holat bo'lsa, ularga yana qayta operatsiya qilish mumkin shunday bemorlarni. Qayta operatsiya, u ham tekshiruvdan keyin yana qaysi turini qilish o'shanda aniqlanadi u bemorlar. Xalqimiz orasida ko'plab insonlar dorilar bilan ozishga harakat qilishadi. Fito qanaqadir dorilar deyishadi, tabiiy dorilar deyishadi. Ular qanchalik samarali yoki bulardan foydalanmaslik ma'qulmi? Endi qarang, hozir yana aytib o'taman, o'sha bizga murojaat qiladigan bemorlar уже hamma etapidan o'tganlar. To есть dieta qilganlar, to'g'ri ovqatlanish bilan shug'ullanganlar, fitness qilganlar, o'sha har xil o'sha body deydi, ya'ni nimalarni, o'sha dorilarni ozdirish uchun ukollarni olib ko'rganlar, lekin shulardan natija bo'lmagandan keyin bizga shu operatsiya qildirish uchun murojaat qilishadi. Endi o'sha ozdirish dorilar to'g'risida kelsak, ularga ham ko'pchiligini bu narsa samara bergan, shu dori ichib ozishgan, lekin shu dorilarni to'xtatgandan keyin bularda yana qayta vazn olish kuzatilgan. Ulardan ham bir foyda ko'rishgan, lekin shu dorilarni to'xtatsak deydi, masalan shu dorilarni ozish uchun yo'naltirilgan dorilarni, shu tabletkalarni ichishdan to'xtatsak, yana qaytadan vaznimiz qaytib kelyapti deydi. O'shanday bemorlarga biz endi operatsiya qilamiz. U dorilarga kelsak, endi agar foydasi bo'lsa, o'zlarida bir sinab ko'rishlari mumkin. Chunki biz operatsiya bu oxirgi instantsiyada, bu oxirgi nimada kelishadi bizga. Natija bo'lmagandan keyin yoki o'sha dorilardan, o'sha nimalardan foydalanishgan, ichib ko'rishgan, lekin yana qayta semirish kuzatilgandan keyin shu dorini to'xtatdim dedi, ya'ni qayta vazn oldim dedi. Shundan keyin shu operatsiya yo'li bilan ozish uchun bizga murojaat qilishadi. Demak, bu vaqtinchalik dorilar. Bu vaqtinchalik bu dorilar. Bariatrik jarrohlik amaliyoti semizlikdan boshqa yana qanday kasalliklarda qo'llaniladi? Faqat bu operatsiyalarimiz shu semizliklari bor, ya'ni ortiqcha vaznlari bor bemorlarimizga qilinadi. Plus qandli diabeti bor bemorlar uchun qilsa bo'ladi buni. Semizlik sabab bo'luvchi kasalliklar uchun. Ajoyib suhbat uchun tashakkur. Teletomoshabinlarimizga tavsiyangiz? Teletomoshabinlarimizga shu tavsiyam to'g'ri ovqatlanib, shu sport bilan shug'ullanishlarini ko'proq tavsiya qilaman. Sog'lom turmush tarzini yuritishni. Ajoyib va samimiy suhbat uchun tashakkur. Albatta, o'zimizni qiziqtirgan savollarga yetarlicha to'liq javob berdingiz deb o'ylayman. Qadrli teletomoshabinlar, mana bariatrik jarrohlik amaliyoti haqida bilmaganlarimizni bilib oldik. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi sonlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.